Bormi? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Amerika logistikasi va zamonaviy kasblar haqida gaplashamiz. Ya'ni bugungi umumiy mavzu o'zi zamonaviy kasblar va bularning ichida endi meni yo'nalishim Amerika logistikasi bo'lganligi uchun Amerika logistikasi va zamonaviy kasblarni solishtirib va bular haqida ma'lumot olamiz. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik yoshlar qiynalayotgan narsa bu kasb tanlash deb o'ylayman. Qaysi kasb tanlasam, qaysini ishlasam ekan, qayerda yaxshi pul topsam ekan deydi. Va odatda Instagramda hype bo'lgan yo'nalishlarga uchib ketib qolishadi. Masalan, aytaylik, SMM bir yil hype bo'ldi, hamma SMMchi bo'lib ketdi. Mobilografiya hype bo'ladi, mobilograf bo'ladi, logistika hype bo'ladi, logist bo'ladi. O'zi aslida qaysi yo'nalishda ishlash kerak va qaysi yo'nalishda qanaqa talablar bor. Men hozirgi sizlarga aytadigan hamma yo'nalishlarimda ishlamasam ham, men bu yo'nalishlar haqida ma'lumotim yetarlicha bor va atrofimda juda ham ko'p ukalarim, tanishlarim, do'stlarim shu yo'nalishlarda ishlayotgan va shular bilan savol-javob qilib, ishini ko'rgan holatdan kelib chiqib aytayotgan narsalarim. Xo'p, zamonaviy kasblar deganda bu hozirgi kunda kasb, hunar, xuddi qassobchilik, duradgorlik, shunga o'xshagan kasb, lekin bular zamonaviy kasblar, ya'ni internet orqali qilinadigan va ofisda turib ishlanadigan, ya'ni qo'l mehnati va oyoq mehnati, fizik mehnat ketmaydigan ishlar desak bo'ladi. Xo'p, bularning ichida birinchi SMM dan boshlaylik. SMM bu social media marketing bo'ladi. SMM da hozirgi kunda bilasizlar juda ham mashhur yo'nalish, har bitta kompaniyaga kerak, lekin bu yo'nalishlarda ishlash uchun o'zini talablari bor. Ya'ni masalan, siz SMMchi bo'lmoqchi bo'lsangiz, kreativ bo'lishingiz kerak, video, kamera, bularni tushunishingiz kerak, har doim izlanib turishingiz kerak. Nimaga? Chunki bu soha kundan kunga rivojlanyapti va juda ko'pchilik bu sohada muvaffaqiyatga erishish koeffitsiyenti hammada ham baland emas. Chunki 100 ta odam o'rgansa, ichidan 10 ta, 20 ta, 30 ta zo'r SMMchi bo'lishi mumkin-da. Yana videografiya yo'nalishi bor. Videografiya bu videolar olish, snimat qilish. Bunga ham обязательно sizda kerak bo'ladigan narsa nima kerak? Kreativity kerak. Kreativ bo'lmasangiz, siz videograf bo'la olmaysiz. Ranglar bilan ishlash, ya'ni bu yo'nalishlarning talablari juda ham ko'p. Masalan, IT ni, marketingni, target, trading bu yo'nalishlarda kelayotgan odamlarga nisbatan, ya'ni masalan aytaylik, siz hech qaysi yo'nalishni bilmaysiz va bulardan birontasida ishlamoqchisiz, qaysi birini tanlayman desangiz, bularning talablari ko'p. Lekin Amerika logistikasida faqat 2 dona talab bor xolos. Bu ingliz tili va yosh chegarasi. Agar siz maktabni bitirgan bo'lsangiz, ingliz tilida o'rta darajada gaplasha olasiz, bemalol Amerika logistikasida ishla olasiz. Masalan, Amerika logistikasini bu kasblardan nima ustunligi bor desangiz, eng katta ustunligi stabil daromadda. Ya'ni Amerika logistikasida stabil daromad mavjud. Ya'ni siz keyingi oy nechta pul topaman ekan, qanaqa bo'ladi ekan, o'zi masalan bu oy proyekt olmasam keyingi oyga ishim bo'lmaydi degan narsani o'ylamaysiz. Chunki logistikada siz ofisdan turib bir ishga joylashasiz va o'sha joyda har doim o'sib boruvchi stabil oylikni olasiz. Masalan, aytaylik, siz logistikaga updater bo'lib ishga kirdingiz. Birinchi oy $300 oyligingiz boshlanadi va keyingi oylarda sekin-sekin oyliklaringiz nima qiladi? Oshib boradi. 50 yoki $100 dan ko'tarilib boradi. Va siz 1-1,5 yilda 1000, 1,5 ming, $2000 ga ham chiqib olishingiz mumkin. Mana o'zimning shogirdlarim bor, hozirgi kunda kompaniyalarda ishlashyapti. Oyiga 1,5 ming, $2000 topishyapti-da. Ya'ni aytmoqchimanki, Amerika logistikasi xavfsizroq qolgan yo'nalishlarga nisbatan. Bu meni shaxsiy fikrim endi, yana kim qanaqa o'ylaydi. Chunki mana meni oldimga kelgan 100 ta bola logistikani o'rgangani kelsa, odatda 70 ta 80 tasini ishga olib kira olmayman-da. Qolgan 20 tasi ingliz tili past bo'ladi, dangasa bo'ladi. Shunaqa qilib kira olmaslik mumkin. Odatda 70-80% bolalarni ish bilan ta'minlaymiz. Shundan bilsangiz bo'ladiki, bu sohada ishlash uchun ko'p narsalar kerak emas va u darajada qiyin emas. Ya'ni siz masalan Instagramda eshitgan bo'lishingiz mumkin, logistikada ishlash qiyin, bunaqa deyshadi, lekin aslida unaqa emas. Agar logistikada ishlash qiyin bo'lganida 19-20 yoshda bolalar ishlamayotgan bo'lardi bu sohada. Yana ham eng anaqa kasblarda ishlashadi, yo'nalishlarda. Mas'uliyatli, masalan, dispetcherlik yo'nalishida 20-19 yoshli bolalar ishlab oyiga $2-3 ming topyapti. Bu soha qiyin bo'lganda eng mas'uliyatli ishni 19-20 yoshli bolaga ishonib topshirishamidi deysiz? Albatta yo'q. Shu uchun Amerika logistikasini tavsiya qilaman. O'zim shu yo'nalishda ishlayman. Mana men universitetga boshlaganimda Webster universitetini tugatganman. Universitetga kirgan yillarim logistikani boshlaganman. Men qatori boshqa do'stlarim ham boshlagan. Mana hozirgi kunda o'sha do'stlarim ham logistikada ishlashyapti. Nimaga shunaqa katta universitetni bitirding, diplomi zo'r universitetni bitirding, lekin nimaga imенно logistikada ishlayapsan hali ham desalar, chunki pul yaxshi. Men bu sohaga pul topish uchun deb kirganman va qolib ketdim. Nimaga? Yaxshi pul bo'lganligi uchun. Endi
bitta zo'r narsa aytmoqchiman sizlarga. Biz Amerika logistikasiga qiziqadiganlar uchun har hafta bepul seminar o'tkazamiz va o'sha seminarda qatnashib hamma savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. U qanaqa qilib qatnashaman desangiz, pastda описаниеda men telefon raqam qoldiraman. Telegramdan yozib bemalol nima qilsangiz bo'ladi, kelib qatnashib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Bu bepul, ko'p vaqtingiz ketmaydi, zato ma'lumot olib ketasiz. Xo'p, logistikani yana yaxshi taraflaridan biri bu yaxshi pul to'laydi. Bu sohada stabil oylik o'zi eng katta plusi va siz universitetda o'qisangiz, universitetingizga ham to'g'ri keladi. Odatda universitetlar abitgacha bo'ladi. Abitdan keyin siz bemalol chiqib boshqa ishingizni qilsangiz bo'ladi. Yani logistikaga kelib ishlasangiz bo'ladi. Endi uyqu rejimim o'zgarib qoladi, kasal bo'laman, zreniyam ketadi, sog'lig'im, gormonlar. Endi bular odamning o'ziga bog'liq narsalar. Mana logistikada ishlab o'lib qolgan odamni hali ko'rmadim. To'g'risini aytaman-da. Masalan, o'zim ham bir kasal bo'lganimni yoki qanaqadir yomon holatga tushganimni eslolmayman. Bu sohada bu gaplar faqatgina o'sha dangasalar yoki bu sohada umuman ishlab ko'rmagan odamlar tomonidan chiqarilgan miflar, bir yolg'onlar desa bo'ladi. Mana shaxsan o'zim bu sohada ishlayman. Hech qanaqa bunaqa gap yo'q bu sohada. Ya'ni kasal bo'lib ketsa ham bu sizga bog'liq. Hozirgi kunda o'zi ko'pchilik 2-3 gacha uxlamaydi. Bu logistikada ishlashingiz shart emas siz kasal bo'lishingiz uchun. O'zi 2-3 gacha uxlamasangiz ham ko'pchilik ashi 2-3 gacha uxlamaganligi uchun logistlarni kasal bo'ladi deb o'ylaydi. Va hozirgi kunda ko'pchilik yoshlar uxlamaydi. Bu vaqtda PUBG o'ynaydi, telefon o'ynaydi, Reels ko'radi, Instagram ko'radi. Shunaqa. Demak, Amerika logistikasi bo'yicha men sizlarga, ya'ni qolgan kasblardan farqini qisqacha tushuntirdim va talablari asosan shu edi. Ya'ni sizdan ingliz tili va o'rtacha masalan yoshingiz talab qilinadi. Qolgan narsalar ikkinchi darajali narsalar. Ya'ni siz har kuni logistika o'zgarib ketmaydi, har kuni yangi bilimlar olishingiz shart emas. Bitta o'rgangan narsangiz bilan yillar davomida bemalol ishlay olasiz va yaxshi pul topa olasiz. Videoni oxirigacha ko'rganinglarga xursandman. Like bosib obuna bo'lish esingizdan chiqmasin YouTube kanalimizga, chunki bu yerda yana ko'p bepul darslar va logistika bo'yicha ma'lumotlar ulashamiz sizlar bilan. Faqat bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. Bugun ko'p gapira olmadim, chunki videomiz qisqa bo'lishi kerak va ko'p bo'lsa ham zerikib qolmanglar degan maqsadda 5, 6, 7 minutli video qilishga qaror qildik. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Agar biz bilan aloqaga chiqmoqchi bo'lsanglar, pastda nomer qoldiraman. Telegramdan bemalol yozib qatnashsanglar bo'ladi har qanday kursimizda. Sog' bo'linglar, yaxshi qolinglar.